Agrovektor kuzatuvchilari uchun maxsus Belarus 82.1 yangi traktorimizga avtopilot o'rnatib berdik. Xudo xolisa rulimiz chiroyli qilib, akkuratni qilib o'tkazib berganmiz. Mana zajimlab imo datchigimiz qo'yganmiz. Kabelni akkuratni qilib o'rab, zajimlab qo'yganmiz. Hop, mana kelgan kabellarni buni tagidan olib o'tib, mana ko'rishingiz mumkin, monitorga chiqib ketgan. Monitorni ham chiroyli qilib o'rnatib qo'yibmiz. Xudo xolisa Genesis antennamizga buni orqasidan olib o'tib ketganmiz. Tom qismida Genesis antennamiz bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Ortiqcha qismlari yo'q. Aniqlik darajasi 2,5 sm oralig'ida bo'ladi. Bu faqatgina tekin versiyasida. Agar pul to'lab ishlatish niyatinglar bo'lsa, bizning avtopilotimizda ham muammosiz davlat kurs bazalariga ulab ishlatish imkoniyati bor. Mana hech qanaqa ortiqcha narsalari yo'q. Asosan 4 ta qismi bor. Xo'p, asosan tekin qanday ishlatiladi desa, tekin ishlatish uchun mana shu qismiga kirib, mana ko'rishingiz mumkin, BWB PPP rejimi ulangan. Mana shu rejim bo'yicha ishlab beradi sizga. Aniqlik darajasi 2,5 sm oralig'ida.